Akalar, budjetli domdan sizlarga budjetli narxda 65 kvadrat metrli xonadon topib qo'yganman. Toshkent shahar Yashnobod tumani bo'ladi. Aniq mo'ljalimiz Qo'yliq dehqon bozori bo'ldi. Mana masjiddan shunday chiqib turib, o'ng yuradigan bo'lsa, mana bu yoqda Qo'yliq bozori joylashgan. Mana shu novostroykamizni 8 qavatli novostroykani 8-qavatida korobka holatda, перегородкалari qilinmagan 65 kvadrat metr. Bu variant bor, akalar, buni bemalol remont qilib ijaraga qo'yib qo'ysanglar, soqqa kelib turadigan joyda olisanglar, yashab orsanglar ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, zakritli dvor bo'ladi. Mana bu mashina qo'yishga sharoitlari bor. 3 ta podyezddan iborat bo'ladi. Endi xonadonimizga chiqamiz, obzorini qilamiz. Akalar, qaranglar, yana bitta orintirib berib o'taman. 8-qavatga chiqib oldi. Atmosferani qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu Farg'ona yo'li bo'ladi. Qo'yliq bozori mana bu joylashgan bo'ladi. Atmosfera просто вообще shikarni. Mana bunaqa samolyotlarni tomosha qilib o'tirasizlar. Bu balkon qismimiz bo'ladi. Planirovkasi вообще dahshat ekan. Lishni menga o'zi yoqdi. Qaranglar. Asosiy eshikdan kirib kelganda, ko'rasizlarmi, mana koridorimizni bemalol xohlaganingizcha перегородка qo'ysanglar bo'ladi. 1, 2, 3 ta derazasi bor. Endi podyezni ham ko'rsataman sizlarga. Liftlargacha qo'yilgan mana. Aholi 100% bu yerda ko'chib kirib yashashyapti. Kadastr hujjatlardan muammosi yo'q. Budjetli variant akalar, bunaqa xonadon chiqib qolganda hech qanaqasiga o'ylab o'tirmasdan gazni bosib yuboradigan joyi pastda raqam qoldiraman, telefon ko'rasizlar.